Assalomu alaykum, hammangizga salom. Mana hozir anjirni ko'rsataman. Bir salama terib oldik, vareni qildik. Mana anjir. Mana anjirni qarangizlar. Mana anjir. Birinchi terib vareni qildik bundan. Hozir bir ikkinchi terim bo'ladi, xudo xolasa. Qishga bolalar yeydi vareni. Anjir, nok anjir deydi buni. Mana ular endi pishadi. Hay tepalarda ham bor. Bunga bo'y yetmaydi. Mana anjir. Mana dehqonchilik vareni qilamiz bundan, xudo xolasa. Bolalar qishda yeydi. Buni kattaligini qarangizlar. Mana mehnat qilamiz, qaraymiz daraxtga, suv beramiz. Anjirni ustiga suv sepish kerakda, hosilga kiradi. Mana. Mana bu yerda ham bor. Bir sarama terib olingan bu. Anjir. Mana hosillari. Bu 3-chi hosil bo'layapti. Anjirdagi. Mana har kuni ertalab suv sepadi ustiga. Mana hosilni ko'ryapsizlar. Mana pastda anjirlar. Mana tepalarda bor. O'tishgan terib olamiz. Mana har yerga bitta tushibdi. Mana kattaligini ko'ryapsizlarmi? Anjirni hali pishgan yo'q, endi pishadi. Mana qayerda bitta tushgan. Mana sarig'iloz mana bu. Mana bitta anjir may berdi, mana olamiz mana. 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 Ana pastga tushib ketdi. Mana buni olamiz. Mana anjir. Mana vareniga bo'ladi bular. Xudo xolasa, Xudo barakasini bersin. Mana bu yerda ham pishganlari bor ekan. Mana tayyor bo'lib turibdi. Bu ikkinchi hosil terishi, keyin uchinchisi bo'ladi, xudo xolasa. Anjirda. Xayr omon bo'lingizlar. Baxtiyor bobo.